Bu yerda ko'rib turganingiz bosh qahramonning onasi. U yerda jonsiz holda yotibdi. Qotil esa unga masxara bilan: "Mana, yaxshilab qara. Sening kanizak va pastkash onangning jasadi shu", deydi. Bu qotilning ismi Rendon. Eng achinarlisi shundaki, u yillar davomida bolaning ustozi va qilichbozlik murabbiyi bo'lgan. Rendon esa bularning barchasiga sabab sifatida Tioni Ragnarlar sulolasining eng zaif, eng nodon va eng arzimas a'zosi ekanini aytadi. U shunchalik kuchli nasldan chiqqan bo'lsa ham, hech qanday iste'dod meros olmaganini masxara qiladi. Ammo Rendon bitta muhim haqiqatni yashiryapti. Aslida, u ishga olingan ilk kundanoq Tioga ataylab eng yomon va eng galati qilich usullarini o'rgatgan. Maqsadi esa Tioni kuchsiz holda ushlab turish edi. Chunki onasi o'g'lini kuchaytirish uchun bor pulini Rendonga to'lar, Rendon esa shu yo'l bilan doimiy daromad topardi. Bundan tashqari, u boshqa yashirin kuchlar bilan ham til biriktirgan edi. Gazabga to'lgan Tio Rendonga hujum qiladi, ammo bir lahzada mag'lub etiladi. Butun umr mashq qilganiga, dunyodagi eng kuchli suloladan chiqqaniga qaramay, u hayotida hech narsaga erisha olmadi. Onasi oldi, uyi yonib ketdi. Shu haqiqatan ham oxirimi? U ichida: agar ozgina bo'lsa ham iste'dodim bo'lganida, hammasi boshqacha bo'larmidi, deb o'ylaydi. Aynan o'sha paytda Ragnarlar sulolasiga xos maxsus qobiliyati faollashadi. Regressiya, 60 ga qaytish faollashtirildi. Ko'z ochib yumguncha atrof yorishib ketadi. Birdaniga Rendon yana uning oldida paydo bo'ladi, ammo ancha yosh holatda. "Charchaganga o'xshaysan. Bugungi mashg'ulotni shu yerda tugataylik", deydi u. Tio bunga ishona olmaydi. Axir bu uni yillar davomida mashq qildirgan o'sha Rendon edi. Rendon diqqatini jamlashni buyuradi, ammo Tio nima bo'layotganini umuman tushunmaydi. Nahotki bu 60 dagi xotira bo'lsa? Yana ko'rishim kerak bo'lgan odam aynan Rendonmi? deb o'ylaydi. Shu payt uning oldida tizim oynasi paydo bo'ladi. Vazifa: musht bilan zarba bering. Tio yanada hayron qoladi. Ammo bir narsani payqaydi. Rendon bu oynani umuman ko'rmayapti. Tio mashq qilichini tashlab yuboradi, mushtini mahkam qisadi va bor kuchi bilan Rendonning yuziga zarba beradi. Rendon deyarli hech qanday reaksiya bildirmaydi. Go'yo bu tentak nima qilmoqchi ekanini ham tushunmagandek. Tio esa kulimsiraydi. Chunki hammasi haddan tashqari haqiqiy tuyulardi. Keyingi lahzada Rendon gazablanib qarshi zarba beradi va Tioni uzoqqa uchirib yuboradi. Tio og'riqning ham shunchalik haqiqiy ekaniga hayron bo'ladi. Rendon esa xo'rsinib: "Nega jahling chiqqanini tushunaman. Uyg'onish marosimiga oz vaqt qoldi, ammo sen hali hech qanday yutuqqa erishmading. Lekin ustozingga qo'l ko'tarishingni kechirib bo'lmaydi", deydi. Bu gap Tioni larzaga soladi. Chunki uyg'onish marosimi uning o'limidan deyarli 10 yil oldin bo'lib o'tgan edi. Rendon uni yana bir oz qo'yib, keyingi mashg'ulotda davom etishini aytib ketadi. Klan a'zolari esa Tioning ustidan kulishadi va uni haqorat qilishda davom etishadi. Ammo endi Tio nihoyat nima bo'layotganini tushuna boshlaydi. Tio yerga tiz cho'kib, qo'llari bilan tuproqni ushladi. U hammasini aniq his qilardi. Hatto Rendon yetkazgan jarohat ham xuddi haqiqiydek og'riyardi. O'sha paytda u haqiqatni anglab yetdi. Bu oddiy xotira emas edi. U haqiqatan ham 10 yil ortga, o'zi 17 yosh bo'lgan vaqtga qaytgan edi. Shu zahoti tizim oynasi yana paydo bo'lib, uni o'quv, tutorial topshirigini muvaffaqiyatli bajargani bilan tabrikladi. Mukofot sifatida Ragnarlar sulolasining iste'dodi faollashdi. Rose qalasida esa o'sha razil Rendon Tioning onasi Cecilia Ragnar bilan choy ichib o'tirardi. U hech qachon Tiodek iste'dodsiz bolani ko'rmaganini aytdi. Keyin esa jilmayib, aynan shuning uchun bu yerga kelganini qo'shimcha qildi. Soxta Rendon 5 oy ichida Tio uyg'onish marosimiga tayyor bo'ladigan darajada kuchayishini va'da qildi. Cecilia Ragnar unga ishonishini aytdi. Hatto bir xalta oltin berib, o'g'liga alohida e'tibor berishini so'radi. Rendon mamnuniyat bilan oltinlarni olib, xavotir olmasligini aytdi. Cecilia esa: "Men xavotir olmayman. Chunki sizga ishonaman", dedi. Birozdan so'ng Rendon yo'lak bo'ylab yurarkan, qo'lidagi oltin xaltaga qarab kulardi. U hech narsa o'rgatmay turib shuncha pul olayotganidan juda xursand edi. Uning nazarida ona ham, o'g'il ham ahmoq edi.
Bir tomondan Ragnarlar oilasining asosiy avlodidan pul olar, ikkinchi tomondan esa asl xo'jayiniga Teo haqidagi sirlarni yetkazib, uning rivojlanishini ataylab to'xtatgani uchun yana mukofot olardi. Bu uning uchun mukammal kelishuv edi. Shu payt Teo yo'lak bo'ylab yugurib kelib, Rendonning yonidan o'tib ketdi. Ustoz deb yurgan odam esa uning ortidan masxara qilib, "Omadsiz", dedi. Ammo Teo bunga e'tibor bermadi. U onasining oldiga yugurayotgan edi. Cecilia orqasiga o'girilishi bilan Teo uni mahkam quchoqlab, yiglab yubordi. Onasi tirik ekanini ko'rib, his-tuyg'ularini ushlab tura olmadi. Ana shu lahzada u hammasini to'liq qabul qildi. U haqiqatan ham 10 yil ortga qaytgan edi. Ko'z oldiga Rendon uni onasining jasadini tomosha qilishga majbur qilgan dahshatli voqea keldi. Endi esa onasi tirik edi. Teo uning taqdirini albatta o'zgartirishga qasam ichdi. Agar tizim haqiqiy bo'lsa, Ragnar iste'dodi unga kuchli bo'lish imkonini beradi. U taxt uchun bo'ladigan urushdan omon chiqadigan darajada kuchayishiga va eng muhimi, Rendondan qasos olishga ishonardi. Keyingi o'quv topshirigi Teodan tanasini oxirgi chegarasigacha chiniqtirishni talab qildi. Quyosh chiqishidan oldin ham Teo mashq qilishni boshladi. Uni oldinga undayotgan yagona narsa qasos edi. U imkon qadar tezroq kuchayishi kerakligini yaxshi bilardi. Oldingi hayotida u Blackward nomli razvedka tashkilotida ishlagan. Jang qilish qobiliyati yo'qligi sababli u faqat razvedka va ma'lumot yigish ishlari bilan shug'ullangan edi. O'sha paytda to'plagan bilimlari bir kun kelib shunday foyda berishini u hech qachon o'ylamagandi. U eslagan narsalardan biri qonli qilich imperatori eliksiri deb ataladigan tanani kuchaytiruvchi dori edi. Bu eliksirning haqiqiy qiymati faqat keyinchalik maxfiy qo'llanmalar topilgach ma'lum bo'lardi. Shuningdek, u ilgari iste'dodi yo'qligi sababli tashlab ketgan nihoyatda og'ir mashg'ulotlarni ham esladi. Lekin endi Ragnar iste'dodi faollashgani sababli Teo qattiq mehnat uni nihoyat kuchliroq qilishini bilardi. U hatto avvalgidan tezroq yugurayotganini ham sezdi. Tizim uning rivojlanishini kuzatib borardi, boshqa klan a'zolari esa hayrat bilan unga tikila boshlashdi. Ular eng zaif deb atalgan bolaning shunchalik katta chidamlilikka ega ekaniga ishonishmasdi. Teo qilichini har safar silkiganda, uning harakatlari oldingidan ancha tezroq edi. Bir necha kun o'tgach ham u tunning yarmigacha mashq qilishda davom etdi. Shu payt mashg'ulot maydonining boshqaruvchisi Evelyn Nereval paydo bo'ldi. U Teoni kuzatishning o'zidan ham charchab ketgandek ko'rinardi. Teo bir necha kundan beri deyarli uxlamay mashq qilayotgan edi va hatto Evelyn ham uning haqiqatan ham hamma aytgandek umidsiz ekaniga shubha qila boshladi. Teo esa shu qadar holdan toygan ediki, istalgan payt yiqilib tushishi mumkin edi. Shunga qaramay, rivojlanish panelidagi foiz oshib borayotganini ko'rish unga yana kuch bag'ishlardi. Kecha kechqurun u uni 90% gacha yetkazgan edi, ammo ozgina dam olishi bilan u yana 89% ga tushib ketdi. Shu sababli Teo bir soniya ham ikkilanmay mashq qilishda davom etdi va imkon qadar tezroq rivojlanishga harakat qildi. Nihoyat ko'rsatkich 98% ga yetdi. U bor kuchini yigib, oxirgi urinishni amalga oshirdi. Tanasida mutlaqo kuch qolmagan, nafas olishi ham qiyinlashgan edi. Ammo unga yana ozgina yetishmasdi. Og'ir nafas olib, og'zini yana oldinga majbur qildi va oxiri mehnati samara berdi. Ko'rsatkich 100% ga yetdi. Tizim uni o'quv topshirigini muvaffaqiyatli bajargani bilan tabrikladi. Mukofot sifatida unga ajdar yuragi Dragon Heart berildi. Ammo mukofot tavsifini o'qishga ulgurmasdan, u mutlaqo holdan toyib yiqildi. Shu payt tizim undan mukofotni hoziroq qabul qilmoqchimi deb so'radi. Teo barmog'ini zo'rga qimirlatardi. Qo'li titrayotgan bo'lsa ham, u baribir "ha" tugmasini bosishga muvaffaq bo'ldi. Mukofotni qabul qilishi bilan tanasini moviy nur o'rab oldi. Evelyn esa hayrat ichida uning tanasi g'ayrioddiy tarzda kuchayib borayotganini kuzatdi. Oradan biroz vaqt o'tib, Teo ko'zini ochdi. Atrofga qarab, qayerdaligini tushunishga harakat qildi. Evelyn unga bu tort mashg'ulot maydonchasining dam olish xonasi ekanini va o'zini bunchalik qiynashi shart bo'lmaganini aytdi. Teo uni ko'rishi bilan darrov kimligini tanidi. Evelyn uning o'zini eslab qolganidan hayron bo'ldi va o'zini tort mashg'ulot maydonining boshqaruvchisi sifatida tanishtirdi. U Teo tong otishidan oldin yolg'iz mashq qilayotganda hushidan ketganini, shuning uchun uni shu yerga olib kelib dam oldirganini tushuntirdi.
Teo unga minnatdorchilik bildirdi. Evelin unga bir stakan suv uzatdi va Ragnarlar sulolasida uyg'onish marosimidan oldin mana halni ochish qat'iyan taqiqlanganini eslatdi. Teo nega buni aytayotganini tushunmadi, ammo bu qoidani bilishini aytdi. Shunda Evelin undan: "Unda nega bu qoidani buzding?" deb so'radi. Teo esa yanada hayron bo'lib: "Nega bu masalada meni bunchalik so'roq qilyapsiz?" dedi. Evelin unga hushidan ketishidan oldin kuchli mana to'lqinini sezganini aytdi. Bu xuddi kimdir mana halni ochgandek edi. U Teoga jiddiy tikilib: "Buni sen qildingmi?" deb so'radi. Teo uning nima haqida gapirayotganini umuman tushunmadi. Ammo hushidan ketishidan oldin sodir bo'lgan voqealarni eslagach, hammasi joyiga tushdi. U topshiriqni bajargani uchun Dragon Heart ajdar yuragi mukofotini olgan edi. Bundan tashqari, topshiriqni muddatidan oldin tugatgani sababli, o'tgan hayotidagi 10 yillik sehr kuchiga teng mana ham qo'shimcha mukofot sifatida berilgan edi. Buni anglagan Teo qattiq hayratga tushdi. Chunki ajdar yuragi oddiy narsa emas edi. Ajdar yuragining eng noyob xususiyati shundaki, u mana halni o'zida saqlay olardi. Shu sababli u odatdagi usuldan ancha samaraliroq ishlardi. Odamlar odatda mana halni qorin pastki qismida hosil qilishardi, chunki inson yuragi bunday ulkan kuchni ko'tara olmasdi. Shuning uchun, ayniqsa Ragnarlar sulolasidagi jangchilar ajdar yuragiga ega bo'lishni orzu qilishardi. U ularga qorin orqali emas, balki yurak orqali ulkan mana kuchidan foydalanish imkonini berardi. Ammo shu paytgacha hech bir inson ajdar yuragining tabiiy cheklovlarini yenga olmagan edi. Endi esa Teo buni tizim mukofoti sifatida qo'lga kiritgan edi. Bu bir tomondan ajoyib sovg'a bo'lsa, ikkinchi tomondan juda katta xavf ham edi. Vaziyatni yanada murakkablashtiradigan tomoni shundaki, uning qarshisida Evelin o'tirardi. Evelin ilgari Ragnarlar sulolasining eng kuchli qilichbozlaridan biri bo'lgan. U chap qo'lini yo'qotgach, mashg'ulot maydonlarini boshqarishga o'tgan edi. Bir vaqtlar u oq zirhli ajdar otliqlari qo'mondoni bo'lgan va uning qilichbozlik mahoratini hatto Demon Dragon ham tan olgan. U odamlarni nasabi yoki iste'dodiga qarab baholamasdi. Ammo yolg'on va qo'rqoqlikka mutlaqo toqat qilolmasdi. Kimningdir vijdonsizligini ko'rsa, hatto o'sha odamning shaxsiy ustozi bo'lishdan ham voz kechardi. Agar Evelin Teoning ajdar yuragi va mana halli borligini bilib qolsa, bu uning boshi bilan javob berishga sabab bo'lishi mumkin edi. Ammo Teo faqat kulimsiradi. Uning allaqachon rejasi bor edi. Agar Evelin buning isbotini topa olmasa, unga hech narsa qila olmasdi. Teo xotirjam ohangda: "Faqat gumonga asoslanib meni jazolamoqchimisiz? Bunday ayblovlarning oqibatini o'ylab ko'rganmisiz?" dedi. Bu gap Evelinni bir lahza jim qoldirdi. Teo davom etdi: "Men hali ham Ragnar sulolasining vorislaridan biriman. Agar gumoningiz noto'g'ri chiqsa, bu Ragnar nomini haqorat qilish hisoblanadi." Evelin bosh irgadi. "To'g'ri. Qoidalar shunday." Teo uning ko'ziga tikilib yana so'radi: "Vorisni haqorat qilishning jazosi nima ekanini bilasizmi?" Evelin bir zum ham ikkilanmay javob berdi: "Olim." Teo uning javobidan mamnun bo'lib: "Unday bo'lsa, keyingi safar gaplaringizga ehtiyot bo'ling", dedi. Evelin uning bu tomonini ko'rib hayratda qoldi. Hatto u haqiqatan ham avvalgi Teo ekaniga shubha qila boshladi. Shunga qaramay, u mana to'lqinini aniq sezganiga ishonardi. Shu sababli hammasini o'zi tekshirishga qaror qildi. Nasabidan qat'i nazar, qoida edi. Ammo tekshiruvdan so'ng u Teoda mana hal yo'qligini aniqladi. Evelinning yuzi oqarib ketdi. U adashgan bo'lishi mumkinligini tushundi. Teo esa mamnun tabassum bilan: "Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi?" deb so'radi. Qoidalarga binoan Evelin tiz cho'kdi. U boshini egib xotirjam ovozda: "Meni qatl eting. Xatoim uchun hayotim bilan javob beraman", dedi. Evelin boshini egib turgan paytda, Teo nima uchun u hech narsani topa olmaganining asl sababini ochib berdi. Ajdar yuragi oddiy mana halga o'xshamasdi. Aslida u foydalanuvchi xohlagan paytda erkin boshqara oladigan mana hal edi. Bu esa Teo istagan vaqtda o'z manasini butunlay yashira olishini anglatardi. Bundan tashqari, hali hech kim inson tanasida ajdar yuragi bo'lishi mumkinligini bilmasdi.
Bu sir yana bir necha yil davomida oshkor bo'lmasdi. Shu sababli Teo hech kim uni ajdar yuragiga ega deb ayblay olmasligiga ishonardi. Teo Evelinni jazolash o'rniga uning yelkasiga qo'l qo'ydi. Bunga hojat yo'q, dedi u. Ketayotib esa qo'shimcha qildi. Siz faqat o'z vazifangizni bajardingiz. Vorisdan haqiqatni talab qilish uchun hayotini xavf ostiga qo'yadigan odamlar juda kam. Men buni hurmat qilaman. Ammo aslida Teo uni boshqa sabab bilan ham tirik qoldirgan edi. Evelin suloladagi eng kuchli jangchilardan biri edi. Uni tirik qoldirish kelajakda o'ziga foyda berishini Teo yaxshi bilardi. U yana shunday dedi. Uyg'onish marosimidan oldin mani hal ochishni taqiqlashning sababi mana kuchining nazoratsiz oshib ketishini oldini olishdir. Siz hatto Ragnar sulolasining noqonuniy farzandi bo'lgan men uchun ham xavotir olganingizdan xursandman. Shundan so'ng Teo uni sukut ichida qoldirib chiqib ketdi. Yo'lda ketarkan, u o'zini juda yaxshi his qilardi. Axir endi uning qo'lida ajdar yuragi ham, o'tgan hayotidan qolgan 10 yillik mana kuchi ham bor edi. Oradan bir necha kun o'tdi. O'sha jirkanch ustoz Rendon yana mashg'ulot maydoniga keldi va odatdagidek Teoga baqira boshladi. Qilichni o'ng tomonga ko'proq silkitdi. Teo esa hanuz o'zini ataylab kuchsiz qilib ko'rsatardi. Shunga qaramay, Rendon uni tinmay haqorat qilishda davom etdi. Eng yomoni, Teo keksa ustozning unga ataylab galati va foydasiz qilich usullarini o'rgatayotganini aniq sezdi. Bu esa uning shubhasini yanada kuchaytirdi. Demak, Rendon ortida boshqa bir yashirin buyruq beruvchi odam bor edi. O'tgan hayotida unga oxirgi zarbani bergan ham aynan o'sha haqiqiy tashkilotchi bo'lsa kerak. Teo o'sha odamni fosh qilishga qaror qildi. Uning yuzida sekin tabassum paydo bo'ldi. U keyingi rejasini o'ylab bo'lgan edi. Rendon yana baqirishda davom etayotgan paytda Teo qo'lidagi yog'och qilichni ikkiga sindirdi. So'ng sovuqqonlik bilan dedi. Endi sizni tinglamayman. Sizning darslaringiz mutlaqo axlat. U shu bilan ham to'xtamadi. Bunaqa past darajadagi mahorat bilan qanday qilib o'rta darajadagi qilichboz bo'lgansiz, hayronman. Keyin esa masxara qilib qo'shib qo'ydi. Menimcha, siz oddiy jin maxluqlarni ham zo'rga yengsangiz kerak. Bu gaplar Rendonni qattiq gazablantirdi. Ammo Teo ataylab uni yanada jahli chiqarishda davom etdi. U Rendonning oldiga yaqin borib yana takrorladi. Sizning qilichbozligingiz achinarli darajada yomon. Shu yerda Teoning asl rejasi ma'lum bo'ldi. U Rendonni ataylab gazablantirib, ustozlikni tashlashga majbur qilmoqchi edi. Agar vaziyat yomonlashsa, Rendon albatta o'zining haqiqiy xo'jayiniga murojaat qilardi. Ana shunda Teo parda ortida turgan haqiqiy dushmanni topa olardi. Shu payt voqea Tamelliya palatiga ko'chadi. Bir kishi quvonchdan kulgancha tavernaga yugurib kiradi va baland ovozda Ahyonni chaqiradi. U hammaga shunday deydi. Ragnarlar sulolasining o'sha noqonuniy vorisi kelasi hafta o'z ustozi bilan duel qiladi. Ahyon indamadi, hatto qo'lidagi qadahni ham ko'tarmadi. Bu orada gapdon odam gapirishda davom etdi. Uning aytishicha, Teo o'zining iste'dodsizligi uchun ustozini ayblagan va yaqinlashayotgan duelda albatta mag'lub bo'lib, umrining oxirigacha mayib bo'lib qolardi. Shu payt Ahyon birdan qadahini uning yuziga otdi. Qadah to'g'ri yuziga tegib, u bir zarbada hushidan ketdi. Ahyon jahl bilan: qaysidir haromzoda yarim nogiron bo'lib qolsa, menga baribir. U shunchaki yana bitta Ragnar, xolos, dedi. Bu odam Dark Tiger, Ahyon Ragnar, ya'ni shimolning Tort-ov iti, Four Horns of the North dan biri edi. Uning yonida yana bir mashhur jangchi, Silver Leon Remington Nartio, shimolning Tort-ov itidan yana biri turardi. Ko'p o'tmay 9 ajdar, Nine Dragons a'zolaridan biri, Ski Dragon Troyven kirib keldi. U xavotir bilan dedi: bunchalik xotirjam bo'lmanglar. Aks holda hammasi noto'g'ri ketishi mumkin. Ammo Ahyon bunga kulib javob berdi: bunday gaplar faqat iste'dodli odamlarga tegishli. Teo esa oddiy foydasiz ahmoq. Ed esa bosh chayqab dedi: Ragnarlar sulolasida eng kichik imkoniyat ham katta natijaga aylanishi mumkin. Ahyon esa xotirjam javob qaytardi: Teo Rendon bilan urushgani biz uchun yaxshi bo'ldi. O'sha instruktorning o'ziyoq uni yengishga yetadi. Bir hafta o'tib, Tort mashg'ulot maydonida juda katta olomon yigildi.
Faqatgina klan a'zolari emas, balki ko'plab nufuzli shaxslar ham duelni tomosha qilish uchun kelishgandi. Maydon o'rtasida Teo yuzlab odamlarning nigohi ostida turardi. U ichida o'zini koyirdi. Aslida u faqat Rendonni ishdan bo'shatishni xohlagan edi. Ammo voqea kutilganidan ancha kattalashib ketdi. Shunga qaramay, Teo unchalik xavotirda emas edi. U bunday vaziyatni oldindan kutgan va Rendondan qasos olishga tayyor edi. Shu payt tizim unga 3-o'quv topshirigini berdi. Topshiriq: Rendonni maglub et va g'alaba qozon. Shundan so'ng voqea bir hafta oldinga qaytdi. Teo Rendonga uning qilichbozligi axlat ekanini aytib, o'sha zahoti uni ishdan bo'shatgan edi. Shartnoma bo'ladimi yoki yo'qmi, menga farqi yo'q. Endi siz bilan gaplashadigan hech narsam qolmadi, degandi u. Aslida Teo o'sha paytning o'zida Rendonni urishni ham xohlagan edi. Lekin hali o'z kuchiga to'liq ishonmasdi. Rendon esa ishdan bo'shatilishni qabul qila olmasdi. Chunki u hali asl topshirigini yakunlamagan edi. U Teoni fikridan qaytarish uchun yaqinlashayotganida tizim oynasi paydo bo'ldi. Unda Teoga Rendon bilan jang qilib, uni maglub etish buyurildi. Teo bunga tayyor emas edi. Aynan shu paytda Evelin aralashdi. Buni Ragnarlar usulida hal qiling, dedi. Bu Ragnarlar qonuni edi. Kuchli odamning so'zi ustun bo'ladi. Shu sababli masalani sudga olib borish o'rniga qilichbozlik dueli o'tkazilardi. Kim g'olib bo'lsa, uning so'zi haqiqat deb qabul qilinardi. Rendon darhol bu taklifga rozi bo'ldi. Evelin ham uni qo'llab-quvvatladi. Natijada Teo rad eta olmaydigan vaziyatda qoldi. U hali Rendonni yenga olishiga ishonmasdi. Ammo oradan ko'p o'tmay, u duel maydonida Rendonning qarshisida turardi. Tomoshabinlar esa kulimsirab pichirlashardi. Bu bola juda ayanchli. Qilichni to'g'ri ushlashni ham bilmaydi. O'rta darajadagi qilichbozni yengishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Rendon burnini baland tutib, hoziroq uzr so'rasa, ahmoqona gururi sabab hayotidan ayrilmasligini aytadi. Mich esa darhol javob qaytarib, agar Rendon bir qonli qilichbozga aylanishni istamasa, aynan o'zi uzr so'rashi kerakligini aytadi. Yaxshisi, ishdan bo'shatilganini tan olib, bu yerdan ketgani ma'qul ekanini qo'shib qo'yadi. Rendon esa faqat kulimsiraydi. U allaqachon mutni oldirib, buni oddiy baxtsiz hodisadek ko'rsatishni rejalashtirib bo'lgan edi. Duel boshlanganda u masxaraomuz ohangda, xuddi shogirdiga imkon berayotgan ustozdek, birinchi hujumni mitga beradi. Mit qilichini ko'tarib oldinga tashlanadi. Tomoshabinlar uning shunchalik qo'rqmasdan hujum qilganini ko'rib hayratda qolishadi. Ularning nazarida u hatto qilichni qanday to'g'ri ishlatishni ham bilmaydigandek ko'rinardi. Rendon ketma-ket bir necha bor zarba beradi, ammo bosh qahramon ularning barchasini qaytarishga muvaffaq bo'ladi. Qariya hujumni yanada kuchaytiradi. Teoni ortga surarkan, bu natija oldindan ayon bo'lgan deb o'ylaydi. Axir hali past darajali jangchi ham emas, u oddiy shogird, xolos. Rendon tan oladiki, bola avvalgidan biroz kuchaygan. Ammo bu hali yetarli emas. Balkim Shimonning tor tazisi darajasida bo'lganida ahvol boshqacha bo'lardi, ammo u bu Ragnarning bezori bolasini hech qachon o'zini yenga olmaydi deb ishonadi. Shu payt voqea bir necha kun oldinga qaytadi. Teo Evelindan uni nega bu duelga majburlaganini so'raydi. Evelin esa unga yordam berganini aytadi. Agar u chindan ham Rendondan qutulmoqchi bo'lsa, buni ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak. Chunki kimdir aniq Rendonni qo'llab-quvvatlayapti va uni shunchaki ishdan bo'shatish muammoni hal qilmaydi. Teo undan buni qayerdan bilishini so'raganda, Evelin Rendon o'rgatayotgan galati qilich uslubining o'zidan hammasi ayon bo'lganini aytadi. Buni eshitgan bosh qahramon hayratga tushadi. Avvallari Evelin bunday narsalarga umuman aralashmasdi. Ammo mana Hel voqeasidan keyin u unga qiziqa boshlagan edi. Evelinning odamlari surishtiruv olib borib, Rendonning izi Tamelliya palatiga borib taqalishini aniqlashgan. Bu unni ajablantirmaydi. Uni gazablantirgan narsa esa buning barchasi taxt uchun bo'layotgan kurash bilan bog'liq ekani edi. U bu gazabini ichiga yutib, Evelindan bunchalik ko'p narsani aniqlay olganiga qoyil qolganini aytadi. So'ngra u hozirgi mahorati bilan Rendonni yenga olishga ishonchi komil emasligini tan olib, Evelinning qanday rejasi borligini so'raydi. Evelin esa uning albatta g'alaba qozonishini aytadi va o'zini doim past baholashni bas qilish kerakligini ta'kidlaydi.
Hozirgi vaqtga duel maydoniga qaytamiz. Rendon tinmay hujum qiladi, ammo Teo barcha zarbalarni juda osonlik bilan qaytaradi. Endi esa hayratga tushgan odam Rendonning o'zi edi. Bu u bilgan Ragnar umuman emasdi. Aksincha, endi qiynalayotgan aynan Rendonning o'zi bo'lib qolgan edi. Tomoshabinlar jangning borishi ozgarayotganini yaqqol his qilishadi. Hatto tribunadan kuzatayotgan Remingtonning ham yuzi o'zgarib ketadi. Evelyn esa buning har bir lahzasidan zavqlanmoqda. Hatto uning yuzida faxr aralash tabassum ham paydo bo'ladi. Shunda buning sababi ma'lum bo'ladi. O'sha bir hafta davomida aynan Evelynning o'zi Teoga shaxsan qilichbozlikdan mashq bergan edi. U bu qoidalarga zid ekanini tan olsa-da, Rendon baribir ustoz bo'lishga loyiq emasligini aytadi. Bu gap Teoni kulimsiratadi. U ichida juda xursand bo'ladi va Evelynni o'zidan qarzdor qilib qo'ygani bekorga ketmaganini o'ylaydi. Ammo baribir uni bezovta qilayotgan bitta narsa hali ham qolgan edi. Nega u unga bunchalik yordam beryapti? Teo undan buning sababi oldingi voqealar bilan bog'liqmi deb so'raydi. Evelyn bunga qisman shu voqea sabab bo'lganini aytadi. Ammo bundan tashqari, u taniydigan yana bir inson ham bor. U bosh qahramonni yoqtiradi va iste'dodli odamlarni o'z atrofiga to'plashga juda qiziqadi. Hozirgi vaqtga qaytamiz. Jang davom etadi. Rendon tobora umidsizlikka tusha boshlaydi. Har soniya o'tgan sari uning ahvoli yomonlashib boradi. U ichida, nahotki shu paytgacha ataylab o'zini nodondek ko'rsatib, asl kuchini yashirib yurgan bo'lsa, deb o'ylaydi. Jang o'rtasida undan kim uni qo'llab-quvvatlayotganini so'raydi. Rendon jahl bilan javob qaytaradi. Ammo unga o'sha axlat darajasidagi qilich saboqlari ataylab o'rgatilganini allaqachon bilishini aytadi. So'ng u togridan togri. Sen Tamelia Palati bilan aloqadormisan? Deb so'raydi. Rendon qotib qoladi. Aynan shu bir lahzalik reaksiyaning o'zim uchun yetarli edi. Keyingi soniyada u qilichini silkitib, qariyaning qo'lini kesib tashlaydi. Kesilgan qo'l havoda uchib ketadi, tomoshabinlar esa dahshatdan qotib qolishadi. Rendon og'riqdan baqirib, tinmay sokina boshlaydi. Teo endi o'ziga to'liq ishonch bilan uning tomon yuradi. Nihoyat u qanchalik kuchayganini chin dildan his qiladi. So'ng u avvalgi hayotida Rendonning o'ziga aytgan gaplarni takrorlaydi. Bularning barchasi sen kuchsiz, iste'dodsiz va ahmoq bo'lganing uchun yuz berdi. Teo yana qilichini silkitib, o'sha so'zlarni Rendonning o'ziga qaytaradi. Bu yerdagi eng kuchsiz odam sensan. Ragnar qonunlariga ko'ra esa bunaqa ojiz odamning bu yerga kelishiga ham haqqi yo'q. Oxirgi zarba bilan qilichini pastga tushiradi va o'sha ablahning boshi yer bo'ylab dumalab ketadi. Shu zahoti tizim oynasi paydo bo'ladi. Unda u Tutorial Quest 3 vazifasini muvaffaqiyatli yakunlagani bilan tabriklanadi. U nafaqat topshiriqni bajardi, balki undan ham ortigini uddaladi. Shu sababli unga qo'shimcha mukofot beriladi. Tizim mukofotni hozirning o'zida olishni xohlaysizmi deb so'raydi. Javob esa aniq edi. Butun maydon sukutga cho'madi. Oddiy bir shogird qilichboz o'rta darajadagi qilichbozni oldirgan edi. Teo esa ichida Rendon kutganidan ancha kuchsiz bo'lganini o'ylaydi. Hatto avvalgi hayotida shunday odam tomonidan yengilgani endi unga uyatli tuyuladi. Ammo endi hammasi o'zgargan edi. Shundan so'ng tizim mukofotni ochib beradi. Observation mahorati faollashadi va Teo qo'shimcha 1 yillik sehr kuchini qo'lga kiritadi. Xuddi shu paytda osmondan xuddi meteor kabi bir odam yerga kelib tushadi. Teo hali o'ziga kelishga ulgurmay, o'sha odam yuzida katta tabassum bilan uning ismini baland ovozda chaqiradi. Bu Julius Ragnar edi. U jin ajdaho laqabi bilan tanilgan hamda oq zirhli ajdaho otliqlari qo'mondoni edi. Teo hayratdan qotib qoladi va Julius qancha vaqtdan beri ularni kuzatib turganini o'ylaydi. Tomoshabinlar esa shovqin ko'tarishadi. Oq zirhli ajdaho otliqlari qo'mondoni nega bu yerga kelib qoldi? Teo shunda tushunadi. Demak, Evelyn aytgan, iste'dodli odamlarni o'z safiga yigadigan kishi aynan Julius ekan. Evelyn esa umuman boshqa narsadan xafa edi. Juliusning shiddatli qonishi duel maydonining polini vayron qilib yuborgan edi. Juliusning o'zidan esa haqiqiy maxluqdek ulkan bosim taralib turardi. Xo'p, avvalambor hammaga salom jigarlarim. Yangi manxvani ham boshlab oldik. Asosiy kanalim, ya'ni Karez manxva kanalim sotilib ketishi mumkin.
U kanalda chiqadigan manhvalarni ham sotib olgan odam chiqaradi, shunga men chiqarolmayman, mendan so'ramanglar iltimos. Endi bu manhvani ikkinchi qismi shu kanalda, ya'ni Tarez manhva 2 kanalida 300 ta obunachi va 333 ta liki yuksak o'sha kuni chiqadi, va'da beraman. Agarda juda katta sabab chiqib qolmasa. Hop, hamma gapim shu edi, sog' salomat bo'linglar. Xayr.